Salam güzel abla, YouTube kanalıma hoş geldinler. Ben Şerife. Bazılarına men tanışanlar mümkün çünkü ben Instagram'da mezmunlarını çıkarıp durman. Bazılarına yeni buluşanlar mümkün. Hemsi ben özümni bir tanıştırıp etay. Ben bir bütün günlük aile ayarlı ve aile apsi. Benim 3 balam var. Birincisi 5 yaşlık kız. 6 yaşlık kiraydı. Andan 2 yaşlık 2,5 yaşlık oğul, andan 3-cüsü 4 aylık bolgan buvak oğul. Mening sizlarga ep kelgan temam bo'lsa, buvaqlarning uxlash plani. Endi buni deyishdan burun men sizlarga nima uchun bu yerda YouTube kanalini ochganligim to'g'risida so'zlab o'tay. Men bu yerda faqat o'zimning o'rganganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi, sizlar bilan o'sib, o'rganmoqchi va sizlarni rag'batlantirmoqchi. Men hargizmi bir mukammal apa emas, hargizmi mukammal bo'lolmayman. Men yoki bir mutaxassis emas, faqat sizlar bilan o'rtoqlashib, birlikda o'sib, birlikda rag'batlantirish. Men shularni umid qilaman. Maqolamsa bugungi temamni boshlab ketay. Birinchilab buvoqlarning uxlatish usullari bilan tanishib chiqsak, endi buvoqlarning uxlatish usullari o'xshamaydi. Ba'zan aplar buvoqlarni 1-2 yoshliqcha yoki 3 yoshgacha yenida uxlatadi ekan kash vaqtisi. Ba'zan aplar bir uyda uxlayolmaganligi uchun buvoqlar ayrim uyda, ayrim karavotda uxlaydi. Ba'zi otalar ekan apalar o'zlari mushu bir uyda, lekin ayrim karavotda uxlatgan. Yana buvaqlar yangi tug'ilganda uxlatish usullarining o'xshash bo'lmasligi yana buvaqlarni yo'gab uxlatish, buvaqlarni dum qilib uxlatish yoki bo'lmasa orqasini qo'yib uxlatish yoki bo'lmasa yontoq qilib uxlatish degandek mushundaq o'xshamagan usullar bor ekan. Ammo buni ichida qaysi to'g'ri degan vaqtda bu yerda hech qaysisi to'g'ri, hech qaysisi eng to'g'ri emas. Faqat o'zingizga mos keldigini bo'lsa, shu eng yaxshi usul deb bilman. Ana yana bir aydonlashtirib oladigan narsa bo'lsa, shu buvoqlarni uxlatish planining maqsadi nima siz uchun? Hamda mening uchun maqsad nima degan vaqtda men shu buvoq bolamni kechki ammay az deganda 7-8 soatlik ammay uxlasgan, o'zi uyg'onib ketsimi, o'zi yana uxlay oladigan bo'lsgan degan maqsad. Kunduzim uxlashning ritmli bo'lishi. Amsa nemish bunday qilamiz degan vaqtda hammamizning maqsadi o'xshash bo'lmaganlikdan hammamizning ko'rdig'ini o'xshash bo'lmaydi. Men uchun uning foydasi nima degan vaqtda bu bovuqim uchunla yaxshi uxlashligiga, ritmli uxlashga foydasi bo'lib qolmay, yana mening o'zimning shu vaqtlarimni o'rlashtirishimga intayin foydasi bor. Ham mening yana 2 bolam bo'lganligi uchun bu bolalarimning boshqa ishlarni o'rlashtirishimga intayin foydasi bor. Va ba'zida boshqalar yoki bo'lmasa yo'ldishim buvoqqa qarab bermoqchi bo'lganda men ularga buvoqning planini edi deyalayman. Hamda shu uxlash planini, uxlash jadvalini qachon boshlasa eng yaxshi? Buning bergan javobim bo'lsa, hamda hammasi o'xshash bo'lmaydi. Shunga sizning ehtiyojingizga qarab qachon qaror chiqargan vaqtingizda menimcha eng yaxshi vaqti deb bilaman. Masalan, men cho'ng qizim birinchi balamni 6 oylikda qilgan, ikkinchi balamni 2 kunlikdan boshlab qilgandim. Endi men 3-chi balamni 2 haftadan boshlab uxlash planini jadvallashtiryapman. Amsa shu mening qo'llangan usulimni tunishtirishdan burun askartishdan 2ni qilsam, birinchisi siz balangizning uxlashini kontrol qilmaysiz, lekin uningga yordam qilasiz. Siz bunday ideyada bo'lgan vaqtingizda agar bu uxlash plani sizga mos kelmay qolib qolsa yoki bo'lmasa o'xshamagan bir masalalar bo'lgan vaqtda siz bu masalaga yaxshi muomilada, yaxshi kayfiyatda bir hal qila olasiz deb ishonaman. Undan ikkinchisi, bu dunyoda yig'lamaydigan buvoq yo'q. Hamma buvoq yig'laydi.
Әмден bu vaqtning bir yig'ilishi bo'lsa, bir o'zini ifodalashdagi bir sog'lom usulning birisi. Uchinchisi, men hozir o'rtoqlashmoqchi bo'lgan bu usul balkim sizga mos kelmasligi mumkin. Balkim siz bu usulni bir o'zingizga bir misol deb bilib, o'zingizning bovuqining uxlash ritmini tushirishga bir misol bo'lsa-mu, bu intayin yaxshi ish deb o'ylayman. Andan to'rtinchisi, yaqin do'stlarim ingliz so'zlashgan do'stlarim bo'lganligi uchun uyg'urchamda ba'zi ifodalashlar yaxshi bo'lmasligi mumkin, so'zlarim bek ravon bo'lmasligi mumkin, lekin menda bu shunday qiyinchiliklar bo'lsa-mu, bu videolarni ishlashdagi maqsad sizga o'zimning bovuqimni uxlash plani tudiki mazmunlarni siz bilan o'rtoqlashsam, sizga bir misol bo'lgan, sizga bir qo'llanish bo'lgan deb mush videoni ishlayapman. Shunga to'g'ri tushuning, xato so'zlab kelgan yoki bo'lmasa bek aniq bo'lmagan narsalar bo'lsa, menga savol qoldirib qo'ysangiz, vaqtim chiqqan vaqtda qaytarsam bo'ldi. Ma'qulamsa, men tövəndə uxlash planining qadamlarini siz bilan o'rtoqlashib chiqay. Birinchi, bu vaqtlarni emitish emitish. Ya'ni bu vaqtlarni emitgan vaqtda men formula bilan baqam bularni bek bilib ketmayman. 3 yil bilan o'zim ana bilan baqaman. Baqqan ham beqib kelyapman. Shunga odatda shu bu vaqtlarni dastlabki mezgilda bu vaqtlar shu emib uxlab qolishni bek yaxshi ko'rdi. Shunga birinchi emitishdagi birinchi mazmun bo'lsa shu bu vaqt balni amga vaqt uxlatib qo'ymaslik. Ya'ni bu qanday usul yaxshi bo'ldi degan vaqtda birinchisi bir ko'krakni berib emitib bo'lgandan keyin andan bu vaqtga ko'zini yumib faqat yutmay faqat og'zini sho'rab qilsa, shunga bu vaqtni asta chiqarib bir zagsni almashtirib uyg'otib, yana bir ikkinchi bir ko'krakni berish, andan keyindan yana mushunga uxlab qolmaslikqa tirishish. Ana ikkinchisi bo'lsa, shu bu vaqtni emitib bo'lgandan keyin bu vaqtni uyg'oq tutish. Bilma bu yangi tug'ilgan bu vaqtlar bek emib bo'lib uxlashni yaxshi ko'rdi. Shundoq bo'lsa-mu, bu vaqtlarni amalba uyg'oq tutish. Bu vaqtda muzika qo'yib bersangiz yoki gap qilsangiz, yoki bo'lmasa dum yetkazib inglizcha tummy time deydi. Ashuni qilsangiz. Uchinchisi, bu vaqtlarni uxlatishga qo'yib qo'yish. Uxlatishga qo'yib qo'ygan vaqtda bu usullarim o'xshamaydi, o'zingiz tanlasangiz bo'ldi. Naqsha etib qo'yib qo'ysangiz bo'ldi yoki bo'lmasa azroq quchoqlab, andan keyin bu vaqtingizni allay qilib qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Lekin mening sizga deydiganim har kim bu uxlab bo'lgandan keyin uxlatish qo'yib qo'ymang. Uyg'oq vaqtida qo'yib qo'ying. Bunaqa vaqtda bu vaqtning o'zining uxlash usulini o'rganishiga foydasi bor. Andan yig'lab kelsa, beribla quchoqlab qilsangiz bu vaqtning o'zining uxlash usulini o'rganishiga bek yordam bo'lmaydi. Shunga amalba o'zingiz qaror chiqaring. Andan to'rtinchisi, mush jarayonni qaytalang. Mushu ba'zi mening 5da boshlagan bo'lsa 3 soatlik uxlash jadvali bo'ldi. Keyindan 3,5 soatlik uxlash jadvali. Hozir bo'lsa mening bovuqim 4 oylik bo'ldi. 4 oylikda hozir 4 soatlik emish usulda. Bu jadvallarning hammasini bu videoning tagiga qo'yib qo'yman. O'zingiz bovuqingizning ehtiyoji va o'zingiz qilayotganingiz bo'yicha qaysi mos kelgan bo'lsa, shundan boshlasangiz eng yaxshi deb bilaman. Andan 5-inchisi kech vaqtisi. Kech vaqtisi mening qildiganim bo'lsa, kech vaqtisi bu vaqtni yig'latmaslik. Chunki bu vaqt yig'ilgan vaqtda mening bovuqim yana boshqa 2 bolam bilan bir uyda uxlaydi, bir hujrada. Shu ularning uxlashiga ta'sir etadi. Ham o'zimning yo'lishimni bovuqning yig'ilishi bilan uyg'otayotganim yo'q. Shunga bovuqim uyg'ongan vaqtda sut berman. Lekin mening bu usulimdek shu kunduzga markazlashgan vaqtingizda kech vaqtisining uyqusi barbara yaxshi ketadi. Andan 6-inchisi shu jadvallashtirgan vaqtingizda shu vaqtlarni yaxshi yozib olib,
mush vaqtlar bo'yicha ish ko'ring. Amaliyotda qanday bo'lganligini uni yezib bilang. Chunki ana bo'lgandan keyin bu dastlab mazgilda sizni oziqlayotgandan keyin bu osonla ve qachon emitgandim deb uqmay qolsiz. Shunga mush o'zingiz mush narsalarni yezib bilang. Ana yetinchisi mushu 3 soatlik yoki 3,5 soatlik yoki 4 soatlik mushu uxlash jadvalini tanlagan bo'lsangiz, agar buni sinasangiz, andan o'zingizga eng oz deganda 3 kun vaqt bering. O'zingiz va bobongizga 3 kun vaqt bering. Agar 3 kunning ichida hech qanday yaxshi o'zgarish bo'lmasa, menga gap qiling. Chichaq qilib qo'ydim. 3 kunda endi odatda bu vaqtlarning bir odatni yetildirishga 3 kun vaqt ketadi. 8-si menimcha endi 3 kundak mush vaqtda bir xil usulni ishlatgan bo'lsangiz, agar uning unumi bo'lmagan bo'lsa, o'zingiz yana qayta olishib, o'zingizning yezib olgan narsalarga qarab, uni yana o'zgartirib baqsangiz yoki boshqa anlardan maslahat so'rab baqsangiz bo'ladi. Ma'qulamsa, mening shu usulim shu, mazlarga shu 3 soatlik, 3,5 soatlik, 4 soatlik uxlash jadvalini shu videomning tagiga yozib qo'yaman. Bu mazmunlarning sizga bir yangi uqum bo'lishini, bir yangi tajriba bo'lishini umid qilaman. Hamsa kelar qatamliq videomni ko'rishaylik. Agar savollaringiz bo'lsa, qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Men vaqt chiqarib sizga javob qaytaraman. Ma'qulamsa, xo'sh.